Diqqat, diqqat, e'lon. 2026-yilning 10-yanvar kuni Tojikiston Respublikasi Bobojon G'afurov nohiyasi Qoramazor qishlog'ida yashovchi G'ayrat hoji bobomizning katta ko'pkarisi belgilandi. Ko'pkari solimlari 10 ta tuya, 10 ta toy, 10 ta qo'tos, 10 ta tana, 2 ta avtomobil hamda pullik va syurpriz solimlardir. Ko'pkarimiz Qoramazor qishlog'i maydonida chopiladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, mezbon Tojikiston polvonlari va barcha ko'pkari muxlislarini ko'pkarimizda kutib qolamiz. YouTube xizmatlarida esa Samandar Kenjayev jamoasi xizmat qilishadi.